2025 yil oktabr oyining 20 kunida soat 18:10 Mening yurtim telekanalida mashhur o'zbek seriali Qodirxon Togri yo'lning onchi mavsumining 29-qismi efirga uzatiladi. Bu epizod asosiy qahramonning taqdiri va haqiqatga erishish yo'lida qilinayotgan murakkab tanlovlarini yanada chuqurroq ochib beradi. Har bir mavsumda Qodirxon Togri yo'l o'zining mazmuni va sahnalashtirish mahorati bilan hayratda qoldiradi. Ushbu qismda tomoshabinlarni hissiy taranglik, nozik psixologik chiziqlar va qiziqarli syujet burilishlari bilan jalb etadi. Qahramonlarning qiyinchiliklar bilan yuzlashishi va ular orqali insoniy jihatlarning ochilishi ayniqsa ta'sirli. Tomoshabinlarni dinamik voqealar va ta'sirli lahzalar uyg'unligi hayratda qoldiradi. Bu serialni unutilmas qiladi. Rejissyorlar va ssenaristlar yana bir bor tomoshabinlar e'tiborini boshlanishidan oxirigacha ushlab turishga qodir ekanliklarini isbotlashdi. Aktyorlar ijrosi esa har bir sahnaga o'ziga xos ifodani qo'shadi. Bu qismda tomoshabinlarni bir qator kutilmagan voqealar kutmoqda. Ular bilan birga hayajonlanib, quvonchga tolish mumkin. Qodirxon Togri yo'l hali ham tomoshabinlarni qayta-qayta tomosha qilishga undaydigan, har bir detal va har bir lahzani qadrlashga undaydigan seriallardan biridir. 29-epizod muxlislarni xafa qilmaydi, yangi his-tuyg'ular va muhokama mavzularini taqdim etadi.